Assalomu alaykum obunachilarim. Mana yangi ishni boshladik. Bu litiy-ionli batareykamiz. Buni BMS bo'ladi. BMS batareyani himoya qiladi va har bitta yashikaga alohida zaryad beradi bu. Geliy akkumulyatorlarimizda esa mana bunaqa geliy akkumulyatorlarimiz bor-ku. Bularda opshi bitta tok berilsa, eski sistema akkumulyatorlar, mashina akkumulyatorlariga o'xshab bularga opshi berilsa, bularga har bitta yachekasiga alohida beriladi. Bularni hozir sotuvda bor bizda, 60lik ham bor, 6258, 7258lik ham bor. Buni sozlashga olib kelishgan, tok bermay qolgan. Shu yerda hozir bitta mikrosxemasi ketgan ekan, almashtirib berdik. Mana shu xizmatlar ham bizda bor. Telefon nomerim 97 070 5087, Qarshi shahridan Jayxon oldida Mansur usta deydi. YouTube'da ham, Instagramda ham mana shu videolarni qo'yib boryapman. Mana bunaqa kabinalarimiz kelgan. Qo'yib berish mana shu yerga tekin. 1.200.000 hamma narsasi bilan. Mana litiy-ionli akkumulyatorimiz 72lisi, ichkarida 60lik turibdi. Bunga bonus zaryadchiki tablo qo'shib beramiz. Tablo nimaga desangiz, tablo buni zaryadini ko'rsatish uchun hozirgi yangi zamonaviy bo'lgani uchun o'zini tablosini qo'yib beramiz. Bonus qilib qo'shib beramiz. Mana 20lik geliy akkumulyatorlarimiz. Kabinani temirlari qo'shib beriladigan. Hamma narsasi bor. Olib kelsangiz, bepul ustanovka qilib beramiz.